Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy Buqakalarining ashaddiy obunachilari, hurmatli obunachilar. Novosdan ham sal yiroqqa o'tamiz. Sizlar uchun sigirlarni ham chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Farg'ona viloyati Quva tumanidamiz akalar. 2025-yil 8-noyabr. Hafta kuniga shanba. Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani Begat mahallasida Husanbek akam xonadonida 2 ta, 4 ta, 5, 2 ta, 4, 6 bosh sigiri bor. Rossiyskiy sigirimiz ham bor. Katta sigir boqiyman. Ro'zg'ori yo'q deganlarga ro'zg'or boqi ham bor. Videodan uzoqlashmay bir dona like bosib qo'ying. Nechta tuqqanini, havo sovuq, tashqari, chetda chiroyli qilib yuvoshligini, sutini, narxini ko'rsatib beramiz. Narx sifati yo'qsa, yana telefon qilib savdosini qilib olaverasizlar. Videodan uzoqlashmaysizlar. Husanbek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hojat. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Rahmat, tinchmisiz aka? Obunachilar qalasizlar? Tinchmisizlar hammalaring? Charchamayapsizmi aka? Quvvat bersin. Rahmat. Musofirda akalarga Alloh quvvat bersin. Topganlarga yaxshi kunlarga to'ylarga. Amin. Ishlatsin. Amin. Aka bir boshdan ma'lumotni beramiz. Bolasi nima aka? Buni bolasi qo'nasi. Hop. Bolasi Qirg'izistonda mol. Hojat. Jonivor, tayyor. Bolasi nima? Xonaji? Bolasi xonaji. 17-18 ta sut beradi. Mana bu molimiz ham shunaqa, 3-bolasi. Yedishtirarda ammo yo'q aka. Yedishi sog'lig'i zo'r. Hurmatli obunachilar, qoldi qar. Umar. Semizmi o'g'lim? Ikkosi ham 3 tuqqan. Ha, 3-bolasi. Bu ham Qirg'izistonda mol mana. Mana shu ikkosi bir joyga tushsa ham rosa tushar ekan. Bo'y vasti ham bir xil ekan. Kim olsa rahmat aytaylik. Gap yo'q. Nech pul Husanbek aka mana bir degani? Uka jupicha 85 million. Mana hurmatli obunachilar. Yakka olsa 43 milliondan kami bor. Kami bor. Ikkosi ham xonaji. Ikkoviga xonaji. Xonaji. Sutlari bir xil. 15 tadanga olaversin. 17-18 ta sut beradi. 30 ta sutga xijolat qilmaydi xudo. Bolasi mana hozir to'yib yemidan tashqari. Mol yeb ichmasa bunchalik semiz bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Keyingisiga o'tamiz. Eston ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bolasi nima aka buni? Buqacha bolasi. Bolasi qani bumi? Ha. Bolasi buqa, hurmatli obunachilar mana. Jonivor tutamlar, qarang. Qaymoq degan aka ukalar telefon qilaversin. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Video ko'rib turibsizmi? Vodiy buqalarining yozuvini oxirida podpisatsiya yoki obuna bo'lish bor. Nechta tuqqan aka bu? 3-bolasi. Mana yelimni qarang-da, jonivor, hurmatli obunachilar. 3-qorin. Nechta sutga aka? Bu ham Qirg'iziston shekilli. Qirg'izistonning moli uka. Buni ham 20 ta suti bor, hoji 15 ta yo'laversin. Gap yo'q. Nech pul aka? Sutiga rahmat aytsin. Sut qaymoq, ammo qaymoqni realni 1 litrga olaversin. Puli nech pul aka? Puliga uka 44 millionga beramiz. Kamini ham o'tib berasiz. O'tib beramiz. Yaxshi odamlar, yaxshi obunachilaringiz Vodiy Buqadan men shu telefon qilsin. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, telefon qilib savdosini qilaverasizlar. Mollarni yemoq, ichmoq, sog'liq, oyog'ida og'riq, defekt yo'q, muammosi yo'q. Xo'p, 44 dedingizmi? 44 million kami bor, Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Bu nechini tuqqan bu aka? Bu uka ikkinchi bolasi. 15 litr suti bor, realni. Bolasi buqacha. O'ta baliq qo'ydi hozir. Bolasi bilan voz. Jonivor, yangi tug'ib shekilli? Yangi tuqqan. Taydi ham yaxshi topdi jonivor. Bu nechini tuqqan dedingiz? Ikkinchi bolasi. Ikkini, yosh mol ekan. Bo'yi ham baland mol ekan. Katta mol. Nech puli buni aka? Buni puli uka 42 millionga beramiz. Kamini ham o'tib berasiz. Kamini o'tib beramiz. Bolasi buqa. Ha. Gap yo'q. Yosh mol. Obunachilar, like bosinglar. Instagramda videodan qizartirib qo'yinglar, xudo xolasa borib, aytilgan narxlar borib muhim emas. O'tib beramiz. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqasizlar. Rossiyskiymi aka bu? Bu rossiyskiy mol. O'ma juda yo'g'on mol ekan, aka. Tayda qarang. Joni omon bo'y yurdi. Bir, bola nima aka? Bolasini hozir ko'rsatib qo'yamiz. O'ta yotib ekan, ko'rsatib qo'yamiz. Qora o'ziga o'xshagan. Tutamni qarang, moldi. Hurmatli obunachilar. Birinchisida 25 ta sut qo'yiladi. Jonivor. Baland mol ekan, yirik mol ekan. 25 ta sutga. Nech pul aka buni? Fermer akalarimizga. Bo'ling oqayat ko'ra 55 millionga obortib beramiz. Butun vodiy bo'ylab. Butun vodiy bo'ylab. Ikkitasi O'zbekiston bo'ylab qo'yib beriladi. Jup olaversin, dolasi Qoraqalpoqqa jo'natamiz. Gap yo'q. Shu Qoraqalpoq degani o'sha O'zbekiston bo'ylab degani. Xo'p, ro'zg'orga yarasha puli yangiroq. Bu ham sotuvdami aka? Bu ham sotuvda. Bolasi nima? Bolasi xo'nazincha. Qora mani tikka turgan. Ha, o'ttash. Tikka turgan bu. Olaniki mana ola aka. Mana shu yotgan. Bu ko'k ajoyib ekan mana shu. Ikkinchi bolasi olimiz bor. Ha, mana hurmatli obunachilar, mana shu mashinakini. Gap yo'q. Buni nechta sut aka?
Uka 10 ta suti bor. 10 ta sutga. Puli nechi pul? Puli bu bonus. Bonusli. 30 millionga olib borib beramiz. Gap yo'q. Mana. Bolasi xonaji. 10 ta sut 30 million ikkinchi qoringa. Omma mol sirg'adek chiroyli mol ekan. Hurmatli akalar, ukalar, ishqibozlaringiz aloqaga chiqarasizlar. Ekranda ko'rib turgan nomerda Telegram, WhatsApp bor. Qachonki ko'rsangiz, xudo xolasa, sigir bog'imizga telefon qilib olasizlar. Ozgina qisqa va lo'nda chiroyli, manfaatli video qilib berdik. O'zingizlarda ehtiyot qiling. Aka, rahmat. Telefon qilgan qaytarmaysiz. Kishi yuvosligiga bir hafta sinovi bor. Bir haftaning ichida yemasa, ichmasa, usta tepsa olmadi. Gap yo'q aka, rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarda ehtiyot qiling.